savollarni tahlil qilamiz. Xo'p, masalan sharti bo'yicha birinchi savol. Karboksil guruh tutgan moddalar qanday nomlanadi deyilyapti masalan sharti bo'yicha. Demak, karboksil guruh tutsa qanday nomlanardi? Karbon kislota deb nomlanadi javob bo'ladi. Keyingi bolalar quyidagi formulalarning qaysi biri to'yingan radikalli murakkab efirga to'g'ri tegishli deyilyapti. Demak, umumiy bular sinflararo izomer bo'lgani uchun umumiy formula bo'yicha yozib qo'yaman. SN H2N O2 formula bilan ifodalanadi. Javobimiz bormi? Mana javob bo'lar ekan, to'g'rimi? Demak, bolalar, keyingisi 3-savol. Radikal SOOH formulaga qaysi karbon kislota mos kelmaydi deyilyapti. Demak, radikal SOOH ga karbon kislotalar dastlabki vakili chumoliy kislota mos kelmaydi. Nimaga? Chunki bu radikal o'rnida bu vodorod tutgan uchun radikal SOOH. Ya'ni buni biz chumoliy kislota deymiz. Radikal o'rnida vodorod turgan uchun bu mos kelmaydi. Javob. Keyingisi bizda 4-savol. Biz masalan sharti bo'yicha 4-savolda valerian kislotaning umumiy empirik formulasini yozib ishimiz kerak ekan. Masalan sharti bo'yicha valerian kislotaning formulasi qanaqa edi? Nechtalik edi o'zi valerian kislota? 5 talik. Umumiy empirik holatda dastlab tuzilishini yozib oladigan bo'lsam, S4 H9 SOH holatda yoziladi. Umumiy uglerodlar soni 5 ta. Endi umumiy empirik yozadigan bo'lsa S5 H10 O2 holatda yozadi. Bizda mana shuni so'ragan. Empirik formula so'ralgan S5H10 O2. Javobimiz B javob bo'ladi. Kapron kislotaning umumiy empirik so'ralgan. Bolalar, kapron kislota nechtalik edi? 6 talik, to'ppa-to'g'ri. Umumiy formula S6 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak H12 va kislorod qo'shamiz O2 holatda yoziladi. Mana shu formulaga to'g'ri kelish kerak. Javobimiz C javob bo'ladi. Savollar bor?